أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihil amin. Va alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Fajtanibu sab'al mubiqat." 7 ta halok qiluvchi narsadan chetlaninglar. Halok qiluvchi deganda, ya'ni insonni dinini halok qiluvchi. Lekin bu hadisda halok qiluvchi narsalar faqatgina 7 ta ekanligiga cheklov yo'q. Balki har bir va'id qilingan va Alloh va Rasuli tomonidan la'natlangan ishlarning barchasi halok qiluvchi kabira gunohlardandir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana bu kabiralarni 70 taga yaqin ekanligini aytadi. Biz bularni shu kungacha 8 tasini zikr qilib o'tdik. Mana bugun 9-inchisi qarindosh urug'lar bilan aloqani uzish. Yani silayi rahimni buzish. Alloh taolo aytadiki, A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Vattaqullohallazi tasaaluna bihi val arham innalloha kana alaykum raqiba. U zotni nomi bilan bir-biringizdan so'raydigan Allohdan va qarindosh urug'chilik aloqalaridan Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh taolo sizlarni ko'rib turuvchidir. Alloh taolo o'zidan taqvo qilish bilan yonma-yon qilib, qarindoshlardan aloqani uzishdan taqvo qilishga buyuryapti. Yana boshqa oyatda aytadiki, "Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi va tuqatti'u arhamakum." Ehtimol iymondan yuz o'girsangiz, yer yuzida fasod qilib, qarindoshlik rishtalarini uzarsiz. Alloh taolo bu yerda o'zini toatidan yuz o'girgan kishini zikr qilib, uning yuz o'girishligi o'zi uchun yaxshilik emas, balki yomonlik ekanligini zikr qiladi. Ya'ni inson yoki Alloh taologa itoat qilib yaxshilikka erishadi, yoki yuz o'girib yomonlik, badbaxtlikka erishadi. Ulaikallazina la'anahumullohu fa asammahum va a'ma absarahum. Ana o'shalarni Alloh taolo la'natladi. Ularni kar qildi va ko'zlarini ko'r qildi. Allohni toatidan yuz o'girganlarni va fasod qilib qarindoshlik aloqalarini uzganlarni Alloh la'natlayapti. Va ularni kar qilganligini aytayaptiki, ular foydali narsalarni eshitmaydilar. Ya'ni eshitsalar ham qabul qilmaydilar. Faqatgina eshitganliklari o'zlarining zararlariga hujjat bo'lishligi uchun. Ko'r bo'lganliklari yaxshi narsalarni ko'rmaydilar. Qalb ko'zlari ko'r. Faqatgina buzuq, fasod narsalarnigina ko'radilar va dunyo va oxiratda zarar ko'ruvchilardan bo'ladilar. Allazina yanquduna ahdallohi min ba'di mithaqihi va yaqta'una ma amarallohu bihi an yusala va yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alloh taologa ahd bergandan keyin ahdini buzadiganlar va Alloh taolo bog'lashlikka buyurgan aloqalarni aksincha uzadiganlar ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir deydi. Ya'ni bu ziyon ko'rish degani dunyoviy ziyonga o'xshab yengil tushunib qolinmasin. Xuddi ozgina bir moliyaviy ziyon ko'rgan kishidek. Balki bu ziyon abadiy jannatdan mahrum bo'lish degani. Allohning g'azabiga duchor bo'lish degani bu. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Ular Alloh bog'langlar degan aloqalarni bog'laydilar va Robbilaridan qo'rqadilar va yomon hisob kitobdan qo'rqadilar. Ya'ni Allohdan qo'rqqan odam, qiyomatda hisobi og'ir bo'lishidan qo'rqqan odam qarindoshlik aloqalarini bog'laydi. Chunki bu narsada Allohning rahmati bor. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunday deganlarini eshitdim. Qalallohu ana ar-Rahman va hiya ar-Rahim. Shaqaqtu laha isman min ismi. Man wasalaha wasaltuh va man qata'aha batattuh. Alloh taolo aytadi, men Rahmanman va u Rahimdir. Unga o'z ismimdan berdim. Kim uni bog'lasa bog'layman, kim uni uzsa uzaman deydi. Boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki, la yadkhulul jannata qati'u rahmin. Qarindosh urug'lik rishtalarini buzuvchi kimsa jannatga kirmaydi deydi. Bu aloqalar diniy e'tiqodi bir bo'lgan qarindoshlar o'rtasidagi aloqalar. Lekin dinlari boshqa bo'lsa yoki aqidalari turlicha bo'lib,
aloqa qilgisi kelsa ham aqida sababli gaplasholmasa, salginaga buni har xil laqablar bilan haqorat qilib, ayblab, dilini og'ritsa, sof islomiy aqidani tutganligi uchun undan qarindoshlari yuz o'girsa, bu kishini malomat qilinmaydi. Balki ozgina dunyo matosi uchun bir-birini o'ldirishgacha borayotgan qarindoshlar, mol-mulk talashib, bir parcha yer talashib yuz ko'rmas bo'lib ketayotgan aka-uka qarindoshlar qo'rqsin Allohdan. Yer yuzida fasodchi bo'lib, dinini halokatga qo'yib, Allohning qahriga uchrab qolishlikdan qo'rqsin.